Haramdan topganingdan keyin olasan-da. Kimdir nimadir fikr bildiryaptimi, u o'zini ichidagi og'rig'ini ko'rsatayotgan bo'ladi. Aynan kommentariyalarda ham bugungi kunda g'iybat juda ham rivojlanib ketgan. Kimdir misol uchun havas qilib, mashinasini olib chiqib ko'rsatib, reklama qildi, masalan, oldim dedi yoki bo'lmasam sayohatga borganini ko'rsatdi-da. Ha, endi haramdan topganingdan keyin olasan-da deb boshlaydi kimdir yoki bo'lmasam maqtangani boshqa narsang yo'qmi deydi. Yana kimdir aytadi, biz yegani nonimiz yo'q, bizga jo'natib bor deydi. O'zini ojizligini tan oldi. Bu birinchi bosqichdayoq. U insonni tan olib, u haqida fikr bildiryapti. Har bitta aytilishi kerak bo'lgan gap g'iybat bo'lsa, demak biz gaplashmasligimiz kerak ekanda. Qanaqa qilib gaplarni bir-birimizga yetkazishimiz kerak degan savolni ham berishadi. G'iybat bilan suhbatni farqi bo'ladi. Siz qanaqa qilib yetkazyapsiz? Vaziyatni boricha yetkazyapsizmi yoki uni emotsiyalar bilan yetkazyapsizmi? Mana shu orqali ham siz anglab olsangiz bo'ladi. Siz suhbat qilyapsizmi, g'iybat qilyapsizmi?